Bugun sotuvga olingan telefonlarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Siz yoqtirgan modellarni ham olib kelib qo'yganmiz. S22 ideal holatda, S22 Plus rozoviy rangda ayol va qizlarimiz uchun ham yaxshi tanlov. Holatlari 10 dan 10 holatda bo'ladi. Note 20 Ultra juda ko'p so'raladigan telefon. Dizayn tomonlama ham, ishlash tomonlama ham juda ham kuchli bo'lgan telefon. S22 Ultrani har xil ranglardan olib kelib qo'yganmiz. Holatlarini bemalol ko'rishlaring mumkin. Koreyskiy variantda bo'ladi. Imeka ro'yxatlardan o'tgan. iPhone 11 Pro 256 talik, batareya yo'nkislari 84, telefonimiz holati yaxshi holatda. iPhone 13 o'zidan so'rayotganlar uchun blue rangda 100 yo'nkisda bo'ladi telefonimiz, 5 korobka holatda, koreyskiy variant. iPhone 13 Pro Gold'dan so'rayotganlar uchun 256 talik, 94 yo'nkisda, hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q. Honor X9B korobkadagi mintlik, holatlari yaxshi holatda. Narxini qulay qilib beramiz, aloqaga chiqib olasizlar. Juda ko'p so'raladigan A56 5G modelimiz, korobkadagi mintlari bilan 8 ga 128 talik. Narxini $275 ga qilib beramiz. Arzonroq telefon so'rayotganlar uchun Oppo A31 modelimiz 8 ga 256 talik, narxini 8000 so'mga qilib beramiz. Sizni qaysi model qiziqtirsa, bemalol kommentariyada yozaverasizlar, to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz.